Bunaqa ishlar qilish uchun borku, menimcha uyatsiz bo'lish kerak-da. Kim qilgan ekan bu ishni? Вообще yorib tashlabdi-yu, meni qilib chiqaradi. Uxtay qilib qo'yibdi-yu, voy gap yo'q lekin. Meni ijod ketdi, like bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi akalarim, qaraydi. Suv o'tmaslik uchun mana bunaqa kafilliklar bilan chaplab zo'r qilib qo'yishibdi deb, nariga xonaga suv o'tib ketmaydi. Mana bularni qaranglar, qalin qilib o'tib qo'yishibdi. Keyin to'ylashibdi bular. Suv o'tmasin deyishganda bular. Yana bittaga narsa ko'zimga tushib qoldi. Kafilga ruchka bilan metga olishibdi. Bunaqasini men 11 yildan beri endi ko'rishim, gap so'z bo'lish mumkin emas. Keyin mana bitta meni ko'zim ozgina chatishib qoldi. Tushunmayapman. Bu meni ko'zim shunaqa qiyshayib qolganmi yo, sushirga shunaqa qish o'tiribdimi yo, kameraga qish olmanmi? Bitta ijodga like bosib qo'ying akalarim. Bunaqa ijod qilish uchun qanaqa mehr berish kerak? Menimcha siz xohlasangiz ham bunaqa tera olmasangiz kerak-a, Usta aka. Nima deylar? Videoni kafilchalarga jo'natib qo'yinglar. Biz endi buni buzib boshqa qilishimiz kerak bo'ldi. Yorib tashashdi lekin ishni. Qo'lingdan kelmasa nima qilasan bunaqa ishlar qilib? Shuncha rasxodda. Asab buzib ketibdi.